Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men oliy toifali shifokor Usmanova Karima. Mana shu Minifil kompaniyasini infraqizil nur apparati bilan ish faoliyat olib boryapman. Buni ozgina obzor qilib bermoqchiman. Bu nima xususiyatga ega? Mana bu apparatimiz organizmda quvvatini oshirib, qon aylashini yaxshilab, haroratni ko'tarib, o'sha organizmda kechayotgan jarayonlarni o'sha antibakterial va antioksidant xususiyatga ega bo'lgan apparatimiz hisoblanadi. Bundan tashqari buni o'zini belbog'i bor. Belbog'dagi mahkam bog'langan holatda bu birgalikda olib boriladi. Ya'ni o'sha umurtqa pog'onasidagi dan chiqadigan simpatik va parasimpatik nerv hujayralarini rag'batlantirib beradi va organizmda o'sha qon aylanishini, nerv hujayralarni ta'minlab, og'riqlarni kamaytirib, organizmda modda almashishini kuchaytirib beradi. Undan tashqari bizda ko'k va qizil lampalarimiz bor. Bu qizilimiz chuqurroq teriga chuqurroq ta'sir qiladi, ko'k esa sayozroq ta'sir qiladi. Bu ham o'sha teri kasalliklar muammolarida, hujayralarni aktivlashtirish maqsadida, o'sha umurtqa pog'onasida bo'g'im kasalliklarida ham bu narsa birgalikda olib boriladi. Ya'ni buni davomiyligi 20-30 minut bo'lib, organizmda qon aylanishini yaxshilaydi, modda almashinishini yaxshilaydi, ishqoriy muhitni yaxshilab beradi, qon bosimini normaga olib keladi va organizmda ichki muhitni faollashtirib, muntazam organizmda bir maromda ish olib borishiga, ishlashiga yordam beradi.